Litkoddagi 14-savol bizaga list to'la so'zlar beradi. Biz o'sha so'zlarning ichidan har bitta so'z uchun umumiy bo'lgan boshlanayotgan harflarni topishimiz kerak. Misol uchun mana bu yerda so'zlar bergan. STRS ichida flower, flow, flight degan 3 ta so'z bergan. Hammasi nima harflar bilan boshlanyapti? Misol FL bilan uchalasi ham boshlanyapti, to'g'rimi? O'shaning uchun javobga outputga FL ni beryapti. Javob sifatida FL ni qaytaryapti. Misol uchun hammastachi dog, bir race car, car. Hech qaysi bitta harf bilan boshlamayapti-ya. Boshida bitta harf turmayapti. Mana bu hammasini boshida FL turgandi. Bu uchalasida umumiy bo'lgan harflar yo'q-ku. O'shaning uchun bo'sh string qaytaramiz. Shu umumiy harflar yo'qligi sababidan. Hop, bu yoqqa o'tamizda. Android Studio qayerda qoldi? Longest common prefixi strsda bitta bizga so'zlarni berib yuboradi. Biz bitta string qaytarishimiz kerak. U string umumiy boshlanayotgan harflarni jamlanmasi bo'lishi kerak. Xo'p, qanaqa qilib uni ishlaymiz? Hamki list ichida aytaylik, flower, flow, flight berib yuborilgan. Mana shu ustida ishlaylik. Algoritmimiz qanaqa qilib ishlaydi? Qanaqa qilib boshida turgan umumiy harflarni topsam bo'ladi. Bunda FL ga o'xshab. Xo'p, uning uchun biz bitta prefix degan o'zgartiruvchi olishimiz kerak. Prefix degan o'zgartiruvchimiz ma'lumot turib string bo'ladi. Boshlang'ich qiymati flow ga teng bo'lib turadi. To'g'ri, flower ga. Nega flower ga aynan? Chunki u listning birinchi so'zi. Mana bu list bo'lsa, ichida 3 ta so'z turgan bo'lsa, birinchi so'zni doim olamiz. Birinchi so'zda nima turishidan qat'iy nazar, birinchi so'zni olamiz. Maqsad prefiximiz boshida bo'sh turmasin. Qanaqadir bitta qiymat olib tursin. O'sha qiymat listning birinchi so'zi bo'ladi. Xo'p, birinchisini oldik. Endi nima qilamiz? Endi ikkinchi elementdan boshlab bitta qo'limizga har bitta so'zni olamizda, mana prefixni sayqallaymiz, optimallashtiramiz. Xo'p, birinchi bitta word olamiz. Prefiximiz ham turadi. Wordimiz nima? Flow ga teng, to'g'rimi? Flow ga teng bo'lib turibdi. Prefiximiz nimaga teng? Bitta so'z so'rab qoling. Prefiximiz flower ga teng. Xo'p, endi nima qilamiz? Biz shunaqa ish qilamizki, ammo so'zim mana shu prefix bilan boshlansin. Mana shu prefiximni so'zni boshidagi harflardan tashkil topgan bo'lsin. Hozir prefixim nima ortiqcha? Mana y bilan r ortiqcha, to'g'rimi? Y bilan r o'chib ketsa, rostidan flow, ammo flow degan so'zi boshi bo'lib qoladi. Xo'p, word flower ekan, aslida flow ekan, flow. Hop, buni qanaqa qilamiz? Word o'zi holida turaveradi. Tegmaymiz wordga. Biz prefixni dasturimizda bitta harflarini o'chirib ketaveramiz. Hozir men r-ni bir joyga o'chiramiz. Keyin flow bo'lib qoladi. Keyingi ishimiz flow turaveradi, keyingi etapda. Hozir men flow mana unga boshiga tushmaydi-ku. Dalcha o'chiraveramiz. Keyin flow bo'lib qoladi. Y'sni ham o'chirib tashlaymiz. Endi men flow so'zni boshiga tushadi. Bu so'z bilan bir xil bo'lib qoldi, lekin so'zni boshi desa ham noto'g'ri bo'lmaydi. Xo'p, shunaqa qilib men prefixim boshida flower edi, flowerdan flow ga tushdi. Ya'ni sekin-sekin qisqarib ketaveradi, sayqallanib, optimallashib ketaveradi. Prefix teng bo'lib qoldi, nima? Flow ga teng bo'lib qoldi. Endi flowdan keyingi so'zni olib kelamiz. Flight turibdi, to'g'rimi? Word turadi, undan keyin prefix. Hop, bizning so'zimiz endi flight. Endi prefiximiz haligi flower emas, boshdagi flower emas, balkim hozir o'zgargan. Mana flow'imizga teng bo'lib turibdi. Flow'ga teng deymiz. Xo'p, flight flow bilan boshlanyaptimi? Yo'q. Flight o'zi turaveradi. Biz prefixni oxirgi harfni o'chiramiz. Oxirgi harfda v turibdi, to'g'rimi? V ni o'chirib tashlaymiz mana v. Flow bo'lib qoladi. Yaxshi. Endi hali ham boshlanmayapti, to'g'rimi? Flightimiz flow bilan boshlanmaydi. Flight deyman. Osni ham o'chirib tashlayman. FL bo'lib qoladi. Flight'im FL bilan boshlanadi. Endi shu yerda to'xtatamanda prefixim nimaga teng bo'lib qoladi? FL ga teng bo'lib qoladi. Endi qarayman. So'z bormi flightdagi? Yo'q, so'z yo'q ekan. Bo'ldi. Mana shu endi prefixim mana shu javob bo'ladi menda. Javob top bo'ldi. Shunaqa tartibda ishlaymiz. Demak, nima bo'ldi? Boshda listimni birinchi so'zni olib turib, prefix degan o'zgaruvchiga tenglab olaman. Endi shunaqa qilib, stringni prefix degan o'zgaruvchi ochiladi, uni qiymati stringlarni nimasiga
nolintisiga, ya'ni birinchisiga teng bo'lib turadi. Birinchi so'zni olaman. Hop, keyin nima qilishim kerak? Birinchisiga oldim, to'g'rimi? Endi har bitta so'zni bittalab qo'limdan o'tkazib chiqishim kerak. Faqat birinchisidan boshlashim shart emas. Boshlasam ham farqi yo'q. Ikkinchisidan boshlab ketsam yaxshi, chunki o'zi birinchisi o'zi prefiksga tengda. Uni yana qaytadan olishimga hojat yo'q. Hop, mana yoqqa for deyman. Int i teng odatda 0 dan boshlaydi. Listni boshidan ko'rib chiqishimiz uchun. Lekin biz bitta qadam sakrab ketamiz, chunki o'sha boshini olganmiz. Birdan boshlaymiz. I kichkina nimadan strsi uzunligidan. I plus bitta oshib ketaveradi. Hop, for ichida nima qilamiz? Biz for ichida amtam boya nima qildik? Biz bitta so'zni qo'limizga oldik-da, o'sha so'z, mana prefiks o'sha so'z bilan boshlanmaguncha bitta harfni o'chirib tashladik, to'g'rimi? Mana yoqqa while yozamiz. While ichiga ketamiz. str insi mana qilsa ham bo'ladi. Bitta so'z ochib olsam ham bo'ladi, uni xotirani yeb qo'yadi. Mana qilinglar, tushunarliroq bo'ladi. Stringda word deyman, str insiga. Bitta so'zni oladi bu. Mana shu list ichidan aynan bittadan so'zni shuni oladi. Endi aytamiz. Word starts with deyman, boshlansin prefix bilan. Faqat shuni bunaqa undoq qo'yib qo'yaman. Maqsad mana shu boshlanmaguncha ham aylanadi. Qachonki boshlansa, u true qaytaradi, mana qachonki wordni boshida prefix kelsa, o'shanda mana bu true qaytaradi va mana bu false bo'lib, o'shanda while dan chiqadi. Ungacha ham chiqa olmaydi. Ungacha mana bu false qaytaradi, unda true qilib beradi uni va while ichidan chiqa olmaydi. While ichiga nima yozamiz? Boya nima qildik? Anta ketma-ket prefiksni bitta oxirgi harfni o'chirib ketirdim, to'g'rimi? Dasturda qanaqa qilib o'chiramiz? Juda ham sodda. Prefix teng deyman, prefix o'ziga faqat substring deyman. Substring degani stringga qirqib beradi. Nimadan boshlasin? Boshdan boshlasin, qayoqqacha? Prefix uzunligigacha. Faqat minus 1 qilaman. Bitta kamaytirib qo'yaman. Ya shunda oxirgi harf tushib qoladi. Faqat bitta narsa yozib qo'yishim kerak. If deyman, prefixim teng bo'lib qolsa anaqa bo'sh stringga nima bo'lishi kerak? Return bo'lishi kerak. Bo'sh string. Ya'ni prefixim o'zi bo'sh bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha prefix ichida birorta harf qolmasa, o'sha bemalol bo'sh harf qaytarursam bo'ladi. Bo'lmasa men while ichida qolib ketib qoladi. Xo'p, for tugaydi. Shunaqa qilib oxirida return qilib qo'yaman. Bo'lmasa prefix qaytaraman. Hop, hech narsa qolib ketmayapti. Hop, mana kirib turib tashlaymiz. Hop, tez ishlayapti, xotira o'rtacha. Juda yomon emas. Hop, e'tiboringiz uchun rahmat.